Hurmatli Shahboz Sharif janob oliylari bugun bizni delegatsiyamizni yuqori ehtirom bilan kutib olgani uchun alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shuni alohida ta'kidlashni istardimki, jadal rivojlanib borayotgan zamonaviy Pokiston bizning Janubiy Osiyodagi ishonchli hamkorimiz, xalqaro miqyosda katta nufuz va obro' e'tiborga ega bo'lgan salohiyatli strategik sherigimizdir. Olijanob Pokiston xalqida chin do'stlik insoniyatning eng bebaho ne'mati degan ma'noli naql bor. Betakror Islomobod shahridagi ko'chalardan biriga Toshkent nomi berilgani ana shunday yaqin birodarlik ruhini mustahkamlashga qaratilgan yuksak ehtirom ifodasidir. Pokiston fan va texnologiyalar milliy universitetining faxriy doktorlik unvoni taqdim etilgani uchun chuqur minnatdorchilik bildirmoqchiman. Pokistonning oliy davlat mukofoti Pokiston nishoni bilan taqdirlaganimiz men uchun katta sharaf. Bu e'tirofni butun O'zbekiston xalqiga nisbatan bildirilgan samimiy hurmat va ehtirom ifodasi deb qabul qilaman. Musulmon ummati uchun mutabar ayyom, pok niyat va ezgu duolar ijobat bo'ladigan muqaddas Ramazon oyi bilan ham chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman.